Tramp ochiq tahdid qildi. Kelishuv bo'lmasa ularni yo'q qilamiz. Eron taklifi rad etildi. Boltiq bo'yida katta signal. Moskva NATO zaifligini fosh etmoqchi. Kutilmagan birlik. Eron yahudiylari Mushtaba Xamenei rahbariyatini qo'llab-quvvatladi. Ichki front mustahkamlanmoqda. Sirli kengayish. Ukraina yangi qurollar bilan zarbalarni oshirmoqchi. Keyingi nishonlar noma'lum. Kutilmagan burilish. Qozog'iston oltin viza dasturi orqali mamlakatga odamlarni jalb qilmoqchi. 60 kun tugadi. O'yin tugadimi? Donald Tramp qonuniy muddatni yopdi, ammo mojaro yakunlangani noaniq. Eron AQShga qo'ygan talablarni yumshatdi. Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Tramp ochiq tahdid qildi. Kelishuv bo'lmasa ularni yo'q qilamiz. Eron taklifi rad etildi. Donald Tramp keskin va ochiq bayonot bilan chiqib, global mojaroni yangi bosqichga olib chiqdi. Agar kelishuv bo'lmasa ularni yo'q qilamiz, deydi u jurnalistlarga bergan intervyusida. Eron bilan muzokaralar muvaffaqiyatsiz tugasa, ularni qattiq zarba bilan yo'q qilamiz deya ogohlantirar ekan. AQSh rahbari ayni paytda urush qayta boshlanmasligi uchun kelishuvga erishishni afzal ko'rishini bildirgan. Biroq zarur bo'lsa mojaro yana alangilanishi mumkinligini ham ochiq tan olgan. Ular meni rozi bo'la olmaydigan shartlarni so'rayapti deya ta'kidladi u. Vaziyat yanada keskinlashdi, chunki Tramp Eron tomonidan bildirilgan tinchlik muzokaralarining ikkinchi bosqichini o'tkazishi bo'yicha taklifni ham rad etdi. Bu haqda Al Jazeera xabar berdi. Juma kuni jurnalistlar bilan muloqotda u muzokaralar natijasida kelishuvga erishishiga ishonchi komil emasligini bildirib, shunday dedi: "Ular kelishuv qilishni xohlayapti, men esa undan qoniqmadim. Shuning uchun nima bo'lishini ko'ramiz." Bu bayonot sulh 3-haftaga kirgan bir paytda yangradi va noaniqlikni yanada kuchaytirdi. Boltiq bo'yida katta signal. Moskva NATO zaifligini fosh etmoqchi. Chexiya prezidenti Petr Pavel so'nggi chiqishda Rossiyaning NATOga qarshi ehtimoliy strategiyasi haqida jiddiy va xavotirli ssenariyni tilga oldi. Uning fikricha, Rossiya alyansga qarshi keng ko'lamli urush boshlashi shart emas, aksincha, kichik lekin aniq hisoblangan zarba orqali butun NATO tizimini obro'sizlantirishga urinishi mumkin. Pavel ayniqsa Baltic States hududini misol qilib keltirdi va bu yerda cheklangan harbiy harakatlar boshlanishi ehtimolini istisno etmadi. Unga ko'ra, bunday ssenariyda asosiy maqsad hududni egallash emas, balki NATOning reaksiyasini sinovdan o'tkazish bo'ladi. Agar alyans tez va qat'iy javob bermasa, bu uning zaifligini butun dunyoga ko'rsatib qo'yadi. Pavelning ta'kidlashicha, hozirgi vaziyatda Rossiya iqtisodiyoti tobora harbiy yo'nalishga moslashib bormoqda va bu esa Kremlga uzoq muddatli qarama-qarshilik uchun imkoniyat yaratmoqda. Shu bilan birga u g'arb ichidagi siyosiy bo'linishlar yoki e'tiborning susayishi Moskva uchun qo'shimcha imkoniyat ochishi mumkinligini ham eslatdi. Bu holatda Rossiya kichik ko'lamdagi sinov hujumi orqali nafaqat harbiy, balki psixologik ustunlikka ham erishishi mumkin. Ya'ni u NATOni real jangda emas, balki uning javob berish qobiliyatini shubha ostiga qo'yish orqali mag'lub etishga urinadi. Bu bayonot aslida Yevropadagi xavfsizlik muhitining qanchalik keskinlashganini ko'rsatadi. Boltiq bo'yi davlatlari Estoniya, Latviya va Lithuaniya geografik jihatdan Rossiyaga yaqin. Hududi kichik va NATOning eng oldi chizig'ida joylashgani sababli bunday ssenariylar uchun eng sezgir nuqta sifatida ko'riladi. Pavelning ogohlantirishi shundan iboratki, agar alyans ichida birdamlik va tezkor qaror qabul qilish mexanizmi ishlamasa, hatto kichik harbiy to'qnashuv ham global miqyosdagi siyosiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Uning fikricha, bu endi oddiy taxmin emas, balki real xavf sifatida jiddiy ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan ehtimoliy ssenariydir. Kutilmagan birlik. Eron yahudiylari Mushtaba Xamenei rahbariyatini qo'llab-quvvatladi. Ichki front mustahkamlanmoqdami? Eron yahudiylari jamoasi vakili Humoyun Sameh Najafabadi mamlakat oliy rahbari Mushtaba Xamenei boshchiligidagi rahbariyatni qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Bu haqda Al-Mayadan yozmoqda. Uning bayonoti AQSh va Isroil siyosatiga qarshi o'tkazilgan ommaviy yig'ilishda yangragan. Nutqda Eron yahudiylari jamiyatining ajralmas qismi ekani ta'kidlanib, mamlakat rahbariyatiga nisbatan ijobiy munosabat bildirdi. Shuningdek, u xalq va qurolli kuchlar o'rtasidagi birlik muhimligini ta'kidlab, bosimlarga qarshi eronliklar namoyish etayotgan qat'iy qarshilikni yuqori baholadi. Doim sevimli Eronimizning g'alabasiga guvoh bo'laylik va yaqinlashib kelayotgan zafarni birgalikda nishonlaylik. Bu bizning sobitligimiz va birdamligimiz samarasidir deya so'zini yakunladi u.
Sirli kengayish. Ukraina yangi qurollar bilan zarbalarni oshirmoqchi. Keyingi nishonlar noma'lum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy aytishicha, Rossiya yil boshidan buyon Ukraina tomonidan neft infratuzilmasiga berilgan zarbalar oqibatida kamida 7 milliard dollar zarar ko'rgan. Bu haqda u o'zining Telegram kanalida yozib qoldirdi. Hisob-kitoblarga ko'ra, yil boshidan buyon biz Rossiya neft sanoati va qayta ishlash tizimiga yo'naltirilgan aniq zarbalarimiz tufayli agressor davlat kamida 7 milliard dollar yo'qotdi, dedi Zelenskiy. U o'z bayonotiga Tuolse va Premdagi yonayotgan obyektlar aks etgan videolarni ilova qilgan. Zelenskiy shuningdek, zarbalar nafaqat ishlab chiqarish obyektlarini ishdan chiqarganini, balki Rossiya armiyasini ta'minlashga xizmat qiladigan tizimlardan ham uzilishlar keltirib chiqarganini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, bu holat obyektlarning ishlamay turish vaqtini uzaytirmoqda. Biz uzoq masofali qurollarimizni yanada kengroq qo'llaymiz. Yangi qarorlar tayyorlanmoqda, degan Ukraina prezidenti. O'sha kuni Zelenskiy Ukraina harbiylarining maoshini sezilarli darajada oshirish va qisqa muddatli kontrakt tizimini joriy etishni ham ma'lum qildi. Rejaga ko'ra, orqa chiziqdagi harbiylarning oyligi qariyb 50% ga oshirilib, taxminan 400 yevroga yetkaziladi. Oldingi chiziqdagi piyoda askarlar uchun esa front ustamalari 3 barobar oshirish, ya'ni hozirgi 1900 yevrodan ham ko'proq qilish rejalashtirilgan. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan, siz izlagan tabiiy yechim. Kutilmagan burilish. Qozog'iston oltin viza dasturi orqali mamlakatga odamlarni jalb qilmoqchi. Endi Qozog'istonda bir qancha imkoniyatlarga ega bo'lgan oltin viza joriy etiladi. Bu haqda Qozog'iston prezidenti To'qayev mamlakat migratsiya siyosati butunlay yangi modelga o'tkazilishi haqida farmon imzoladi. Yangi model investorlari, malakali mutaxassislar va iste'dod egalarini jalb qilishga yo'naltirilgan. Hujjat avvalgi ruxsat va kvota tizimidan voz kechib, uning o'rniga rag'batlantiruvchi yondashuvni joriy etishni nazarda tutadi. Shuningdek, raqamli islohotlar amalga oshiriladi. Islohotlarning asosiy maqsadi Qozog'istonning investitsiyalar va inson kapitali uchun mintaqaviy markazga aylantirishdir. Hukumatga barcha o'zgarishlarni 2026-yil oxirigacha yakunlash vazifasi yuklatilgan. Islohot doirasida viza tizimi qayta ko'rib chiqiladi. Viza toifalari birlashtirilib, yangilari qo'shiladi. Xususan, investorlar va direktorlar kengashi a'zolari uchun biznes viza, olimlar, shifokorlar, madaniyat vakillari va yetakchi oliy o'quv yurtlari bitiruvchilari uchun malakali mutaxassis vizasi. Shuningdek, aniq investitsiya loyihalarida ishtirok etadigan vaqtinchalik ishchilar uchun ishchi viza joriy etiladi. Bundan tashqari, oltin viza tizimi yo'lga qo'yiladi. Uning egalari davlat xizmatlaridan kengroq foydalanish huquqiga ega bo'ladi. Shuningdek, ular jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i, mol-mulk va yer solig'idan ozod etiladi. 60 kun tugadi. O'yin tugadimi? Donald Tramp qonuniy muddatni yopdi, ammo mojaro yakunlangani noaniq. AQSh prezidenti Donald Tramp 1-may kuni Kongressga xat yo'llab, Eron bilan aprel oyidagi otash kesim kelishuvi urushni to'xtatganini ma'lum qildi. Bu haqda Reuters agentligi xabar bermoqda. Bu orqali hukumat parlamentdan bu urush uchun ruxsat olishga majbur bo'lmaganini urg'ulamoqda. 1973-yilgi qonunga ko'ra, Amerika prezidenti Kongress ruxsatsiz harbiy harakatlar boshlagan taqdirda uni 60 kundan uzoq davom ettirishi mumkin emas. Donald Tramp joriy yil fevral oyining so'nggi kunida boshlangan urush haqida Kongressni 2 kun o'tib xabardor qilgan. Natijada 60 kunlik muhlat rasman 1-may sanasiga kelib yakuniga yetdi. Tramp shu kuni qonunchilarga yo'llagan xatida otash kesim kuchga kirganidan beri tomonlar bir-biriga o't ochmaganini bildirgan. 2026-yil 28-fevral kuni boshlangan harbiy harakatlar to'xtagan, deyiladi maktubda. Kongressdagi demokratlar o't ochishning to'xtatilishi urush tugaganini anglatmasligini ta'kidlamoqda. Ular AQSh harbiy kemalari Eron neft eksportiga to'g'anoq bo'lib turganini, harbiy harakatlar amalda davom etayotganini isbot sifatida keltirmoqda. Eron AQShga qo'ygan talablarini yumshatdi. Eron AQShga harbiy mojaroni to'xtatish shartlari bo'yicha yangi taklif yubordi. Bu haqda The Wall Street Journal xabar berdi. Unga ko'ra, avvalgi talab AQSh blokadasini darhol bekor qilish edi. Endi bu majburiy shart sifatida qo'yilmagan. Qayd etish joiz, Tehron muzokaralarni boshlash uchun portlar blokadasini olib tashlashni asosiy shart sifatida ilgari surgan edi. Endi esa Eron Hormuz bo'g'ozini ochish masalasini Washington tomonidan hujumlarni to'xtatish va blokadani bekor qilish kafolatlari bilan bir vaqtda muhokama qilishni taklif qilmoqda. Manbalarga
Xabarga ko'ra, Eron vositachilari orqali Pokistondan kelasi hafta boshidayoq muzokaralarni boshlashga tayyor ekanini bildirgan. Ammo AQSh hozircha bu takliflarni qabul ham qilmagan, rad ham etmagan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.